kimyoviy jarayonlar borki, birgina nazariy ma'lumotlar orqali o'quvchilarda bu jarayonlar haqida tasavvur paydo qilish qiyin. Bunday vaziyatlarda bizga kimyoviy tajribalar yordamga keladi. Bugungi navbatdagi tajriba namoyishimiz organik kimyodan bo'ladi. Asetilning laboratoriyada olinishi hamda unga xos sifat reaksiya. Tajribamiz uchun bizga kalsiy karbid hamda suv kerak bo'ladi. Tajribamiz davomida bizga kerak bo'lgan asboblarni ishlatishga mahkamlab o'rnatib oldik. Endi kalsiy karbid toshlaridan probirkamizga solamiz. Albatta, texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holatda solamiz. So'ng uning ustidan suv solamiz. Gaz chiqarish nayin tiqimni probirkaning og'zi bilan mahkamlaymiz. Bu yerda hozir bizda tajribamizda kalsiy karbid gidrolizga uchrab asetilin hosil bo'ladi. Asetilin hosil bo'lganligini biz hididan yoki bo'lmasa yoqib ko'rishimiz ham mumkin. Endi buni biz kaliy magnatni eritmaning ustiga qo'yamiz. Kaliy magnat eritmamiz rangi o'zgarishi kerak. Bu yerda gaz chiqish davom etyapti. Kimyo bu shunchaki fan emas, mo'jizalar olami. Birgina bugungi o'tkazilgan tajriba orqali o'quvchilarni organik kimyoga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish, ularda tadqiqotchilik ko'nikmalarini kuchaytirish mumkin.